4-chi marta shu yo'lning videosini internetga qo'ymoqchiman. Bu yo'l deb bo'lmaydi, haqiqiy jorliq. Agar mana shu chuqurlarga bilmay tushib ketsangizlar, kamida ekskavator chiqarmasa, osil bo'lib chiqarmaysizlar. Bu yo'lning videosini 4 oydan beri qo'yapman, lekin birorta mutasaddi, birorta odam e'tibor qilmayapti. Shuning uchun bu safar xalqqa yuzlanmoqchiman. Mana shu yo'ldan kuniga kamida 10 mingta, bo'lmasa 20 mingta odam o'tadi-da. Shu 20 mingta odam ovozini 15 mingdan olib budjetga sotmay jayg'animizda ham mana shu yo'limiz asfalt bo'lasidi. Navro'zimizni dabdabali qilib, to'yimizga 20 qozonlab go'sht, 20 qozonlab palov berib dabdabali qilganimizcha, iltimos mana chiqayapman, hech kimga negativ emasman. Shu yo'limizni to'g'rilab qo'ysak yaxshi bo'lasidi-da. Mana yo'lda qarangizlar. Bu yo'lmasda haqiqiy jorliq. Mana shu asfaltdan birorta odam jirmaydi. Mana shu qumdan jiradi. Men bu videoni qo'yishimdan maqsad kimnidir jamollasha, kimga